La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh. Aşhadu la ilahe illalloh. Aşhadu enne Muhammadan abduhu ve rasuluhu. Assalomu alaykum hurmatli O'rta Osiyo xalqlari. Avvalambor duo qilamiz. Yer yuziga turgan barcha nogironlarni, ojizlarni, kasallarni, bemorlarni man qatoriga Fransiyaga turgan, turolmagan, urushlarga halok bo'layotganlarga, menga nima bo'ldi, aybim nima deb o'ylayotganlarga Allohdan so'raymiz. Kofirlarga, ateistlarga Allohdan hidoyat va rahmatini so'raymiz inshaalloh. Yer yuzida islom bo'lishini, haqiqat qiyomat soati Iso degan joyga yetib kelib, bu vaqtdan o'tishlik, qiyomat soati qiyomat kuni emas, qiyomat soati bo'lib, bu soatdan o'tishligimizni inshaalloh yerda hayot bo'lishini so'rab qolamiz. Inshaalloh konstitutsiya o'rnida Qur'on Karim hadis bo'lishini so'rab qolamiz, shifo va rahmatini so'raymiz. Mehribon rahimni simdan so'raymiz. Robbana atina fid dunya hasanatan va qina azoban nar. Men bugun iqror bo'ldim. Menga dajjol kasali tegdi, ya'ni ko'zga herpes tegdi, ko'zim ichiga, terisiga, betimga, tepaga, burun ichiga yara bo'ldi. Bu 2 oylar bo'ldi. Endi bitgandan keyin yana abastrena deydimi, nima deydi, ana shu og'riqlar bo'lyapti. Bu hali bir oy qancha xudo biladi, qancha qiyas bo'lsin. Lekin men shunga iqror bo'ldimki, Imom Mahdi, man deganim bilan Imom Mahdi dajjolni o'ldira olmasligiga, ya'ni dajjol bu konstitutsion tuzumlar, mana shu demokratik tuzum yelkasida tog'dek non bo'ladi, non bu oylik yoki boylik hozir tog' milliard tonna bo'ladi, bitta odam ko'tara olmaydi uni. Va yana non bu oylik, boylik, O'rta Osiyo musulmonlari Amerika, Yevropaga ishga borishadi, uni jannat do'zax esa jannatda deyilgan, ya'ni erkakni erkakka ham nikohlaydi, ayolni ayolga ham nikohlaydi va har qanday Qur'on Karim va hadislar asosida tuzilmagan konstitutsiyalar yotdir islomga, ya'ni dajjoldir. Imom Mahdi yangi o'ldira olmaydi dajjol degandan to'pa-to'g'ri tushundim. Mana hozir ko'raman, Jon Lefri qanchadan qancha qimorlar o'ynalyapti, bunga hech kim man qilmaydi buni. Qancha heteroseksual mana unaqa translarga 4 million 5 million paspechik bosgansanlar, yerga shopsanlar, buni hech kim man qilmaydi. Arab sigaret sotiladi, hech kim man qilmaydi. Narkotranslar qanchalik ishini bajaryapti, man qilmaydi. Lekin Alloh nomidan bir narsaga chaqirilsa, sanlarni o'zing meni dajjol deyapsanlar, boshqa deysan, boshqalarni ham firqa deysan, boshqa deysan. Lekin payg'ambar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan gaplari bo'yicha o'rtachasi ushlanish kerak. Masalan, o'rtachasini ushlaydi. Bu aniq bo'lgan O'rta Osiyo o'rtachasi, bu din mazhab mana shunga kelish buyurilgan. Firqalarni ushlab turibsan, dinga chaqiryapsanlar, qaysi bir Hizbut Tahrirni qanaqa firqalarga chaqiryapsanlar, nimalarga chaqiryapsanlar, mana shu mazhabni ushlamayapsan. Mahdi dajjolni yengilmasligi mana shu, men qo'limdan kelmaydi endi buni yengish. Chunki sal bu ko'tarilib prosmotr kuchliroq bo'lgan kishi, albatta bu nima bo'lyapti? Yangi boshqa baloy battarlar bilan tushyapti reshatkani ichiga. Buning uchun sanlar qo'llab-quvvatlamaysanlarmi? Yangi islomiy deb pata qilguncha nima uchun Mahdini qo'llamaysan? Nima uchun Xorosondan deysan, Xorosonliklar qo'llamaydi? Men Abdulla Zufarni yangi bitta nimasini eshitdimki, u Imom Mahdi chiqqandan keyin yangi bir 5-6 yil 2020-yilda qo'ygan ekan, videosi endi kallasi ham joyiga tushgandir. U hadislardan aytgan, hadislar endi bor narsa, Alloh taolo xohlaganicha bo'ladi. Alloh taolo sir egasi u. Makkor zot yangi qasam degan ekanlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Alloh rahmatiga olsin kishini, salovatlar, salomlar bo'lsin kishiga. Yangi qahtonlik kishi Imom Mahdidan kishi keyin chiqadi degan ekanlar. Imom Mahdi deganing bu qahtonlik kishi, menga qasam ichishim aytishim mumkinki, bu qahtonlik kishi Usama bin Laden edi u. Buni isboti uni internetga tushib bordi, u qora bayroqni olib tushib ko'radim, olib borib otliq keladi, qora bayroqni olib borib Imom Mahdiga ber deydi 3 marta. U qurilishga ishlayotgan bo'ladim, keyin o'qib yurgan bo'ladim, ish qilib, keyin u Afg'onistonga keladi, boshqa ishlarni boshlaydi, u yangi jihod pishotini. Qahtonlik kishi YouTube'ga 5 kishi yozsang, ruschasiga ham, o'zbekchasiga ham bu qahtonlik kishi birinchi chiqadi. Jahjahdan ham qo'l chiqadi, qahtonlik kishi chiqadi. Qahtonlik kishi Usama bin Laden edi u. Keyin u tushiga ko'rgan bo'lsa, men ham tushimga ko'rganman, g'orda ichiga, g'ordan chiqqanman. U yerga osh so'zgan bolalarning onasi, keyin unga paloscha o'tirganmiz, mansab, u mansab edi. Chunki u qahtonlik kishi mansab edimi? Uni odamlar ergashdimi, ozmi, ko'pmi, u asob bilan boshqaradi degani, qo'pol boshqardi.
keyin nimaga erishdi, hech qancha narsaga erishgani yo'q. Endi unaqa jihod guruhlar tuzdi deysan, boshqa deysan, bu bilan ish bo'lmaydi. Men bir ikkita misrlarni ko'raman, o'sha o'zimni kommentariyalarim mensimay gap bosgan. Sanlar hech yoqqa bormaysan, men senga shuni aytay. Nima uchun? Sababi Alloh taolo va'da bergan. Payg'ambarlar surasi Al-Anbiyo surasi 96-oyatda musulmonlar, yahudlar, yevreylar bilan ahli kitob bilan birga bo'lish kerak, ularga da'vat qilish kerak. Agar Alloh taolo ularga da'vatingni, ularga islomni tuzilishi, yaxshilikcha tushuntirmasdan urush qilaman deydigan bo'lsang adashasan. Chunki Ya'juj-Ma'juj balosini Alloh taolo va'da berib qo'ydi. U yangi suvlarni ichib 200 million soldati bilan yangi joyga borgunicha, yangi tur tog'larning tagiga yotguningcha sanlar yangi daryo dengizlari suvini ichib bir hovuch musulmonlar qoladi degan. Sen aytganingdek Iso payg'ambarga ergashasanmi, Mahdiga ergashasanmi, toqqa bekinib olib, ulardan najot so'rab Allohga duo qiladi, uni bo'yniga qurt tushadi degani. U darajaga borishing uchun qirilib bitishing kerak, O'rta Osiyoga ham qirilib bitish kerak, Eronning ham hamma joying qirilib bitib, bir hovuch yangi chaqqonlar qoladi, qo'liga bir balosi borlari, qolganing hammang yo'q bo'lishing kerak. Shuning uchun nima qilish kerak? Xristianlarni, ahli kitoblarni, yevreylarni da'vat qilish kerak. Da'vat qilish qanaqa bo'ladi? Mana yaqin keldi, ikkinchi nimani keldi deyish kerak, yangi sanlar kutgan ikkinchi prishestvang deydimi, yangi Iso alayhisalom ikkinchi kelishing, Mahdi hammasi bitta narsa deyishing kerak. Yani quljoqcha keldi deyishing kerak. Rabota qilota rabotchi ochqul xaltura xoldor yeshon keldi deyishing kerak. Birgadir bu Alloh qalbimda dilimizda hadis degani. Pata qilib Misrni to'ldirasanmi, yangi bir balo tahrir gruppalarni olib da'vat qilib odamlarni vaqtini olib o'zingni ham prosmotr to'playsanmi? Vaqtdan O'zbekistonni islomiy davlat qilaman deb urra hadisi islomdan payg'ambardan gapirib soqqoli qo'yib olib odamlar suk o'tirasan Misrga o'xshab komil inson bo'laman deb o'zing Misrni tarqatdi. Menga farqi yo'q, vaqtingni o'tkaraver. Men sizlarga bir ikkita hadisdan aytaman. O kishi Abu Hurayradan roziyallohu anhudan kelgan Dabbatul Ardagi hadis. Dabbatul Ard haqida birinchi quyoshning mag'ribidan chiqishi, ikkinchi Dajjal, uchinchi Dabbatul Ard deganlar. Lekin Amr ibn Os roziyallohu anhudan kelgan hadis bo'lib internetlarda Dabbatul Ard yozsang, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ham aytgan, boshqa shayxlar ham aytgan bu. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis eshitdim va uni bir umr yodga saqladim deganlar. O kishi yosh bo'lganlar ha. Nima uchun yodga saqladim deyaptilar va qiyomatning eng katta alomatlaridan biri quyoshning mag'ribidan chiqishi, ikkinchisi Dabbatul Ard deganlar. Birinchi chiqqandan keyin ikkinchisi darrov chiqadi deganlar. Asrga bo'lmasdan, choshkoka bo'lmasdan, ya'ni tez yaqin orasi deyilyapti. Umuman olganda qiyomatning 10 ta alomati, 12 ta. Shu alomatlari xuddi bir tasbihning tizgini uzilgandan biri chiqqanidan ikkinchisi chiqadi deyapti. Quyoshning mag'ribidan chiqishi bu ulamolar masalan 3 kun chiqadi, keyin yana qayta joydan chiqadi, quyosh bag'dan chiqadi, ungacha tavbalar qabul eshiklar yopiladi deyilyapti. O'sha vaqtlarga keldikmi, buni ma'nosini men sizlarga tushunaman, hech bir aytib beraman, hech bir shayxing buni nima qilib bera olmaydi. Ya'ni quyoshning mag'ribidan chiqishi, g'arb mamlakatlari islomga kirishi bu ikkinchi etap. Xitoy va Hind keyin majbur bo'ladi islomga, ya'ni Ya'juj-Ma'juj keyin majbur bo'ladi. Ahli kitob islomga kirish kerak, ahli kitobni da'vat qilish kerak. Buni xohlasang rus tili, xohlasang arab tiliga da'vat qilishing kerak. Vayronalarning ichidan turib ot qilib 4 ta odamni o'ldirib, xursand bo'lib baqa million odam azob chekmasligi kerak. Sanlarni eshitib turibman, jihodga taklif qilayotganlarni xuddi yangi balay battarlarning otingni aytib o'tmayman bera. Vayrona bo'lib kapanib, pichilib betonlar tagidan ikkitasini otsan qolgan million xalqning vayronaga yursa ham, sanlar bu dunyoga mo'min mana shunaqa yashash kerak. Bu dunyoga jannat mana shu yerda rayon so'zingga turibdi, rayon jannat. Jannat u deyapti, jannat makon so'zingga mas qiluvchi jannat turibdi. Rais jannatni esi deyapti, rais harom arshilmas kerak. Poromaslik kerak deyapti. Hokim to'rpog'im, hok to'rpoqdek hoksor bo'lsin. Kibr havo qilmasin, bir kambag'al xor bo'lgan inson oldiga borsa yordam bersin degan ma'noda turibdi. Mana shu yerga butun yer ahli islomga kirishligini Alloh xohlayapti. Ha, yerga dushman bo'lingan holatga tushingiz deyilgan bir-biringizga. Lekin mana bu yerga, mana shu yerda isloh qilib yashashligimiz buyuryapti Alloh taolo. Agar senlar ahli kitobga da'vat qilmasang, Mo'g'ul balosi qanaqa kelgan bo'lsa, yana Ya'juj balosini Alloh taolo va'da qilgan. Agar menga bo'ysunsang, 2027-yil 21-martdan boshlab yangi qarim boshlanadi. Men uni salom ey ahli jannat deb boshladim.
inshaalloh keyin islom bilan bo'lsa, Alloh taoloning man qilgan narsalar yerdan sipirib tashlansa, balki meni umrim oxirigacha, lekin asosiy qarindan o'tish, mana shu bo'g'indan o'tish mana shu yoqqacha bo'lishi kerak. Sarak po'chakka aylanadi. Bungacha nima qilishing kerak? Pata qilib 8-dars, 2000-dars, 7000-dars qilib o'tgandan ko'ra san ham kallang olsa, yetkazib ber, sanlarga lachalaring bo'lmi, boshqang bo'lmi, yetkazib ber bir-biringga. Akkila o'tirishingdan foyda yo'q. Men orqali bo'ladi inshaalloh. Quljaxshaq degani ham meni haqqimga, Mashiach degani ham meni haqqimga. Sanlar hozir payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha 18-darsni hidiyasaridan qo'ygan ekansan qiyomat alomati deb. Aytyapsanki, Imom Mahdidan keyin quljaxchi nima chiqadi deyapsan, u qartonli kishi deyapsan. Boringki, qartonli kishi deyapsan, nimadan keyin ham chiqadi. Iso alayhisalom 40 yil da'vat qiladi, bu yerga yashaydi, hamma yoqda isloh qiladi. Keyin Iso alayhisalomdan keyin chiqadi deyapsan. Iso alayhisalomdan keyin chiqib asob bilan boshqaradigan kishi, ya'ni ma'nos qo'pol boshqaruvchi, bir do'g'bo'yin, ya'ni hamma yoqda urib o'ldirib rasul qilib yurgan, ya'ni Umar roziyallohu anhuni o'xshatgansan. Unaqa odam kimga kerak? Asosisi bajarilib bo'lgandan keyin, islomga kirgandan keyin sanlar aytibsan xalifalik bo'ladi. Hech qanaqa xalifalik bo'lmaydi. Yer yuzi yo islomga keladi yo yo'q bo'ladi. Ya'ni suvsa, baliqsa, ho'kizsa yer turibdi. Men yer nomidan gapiryapman senga. Bular insonlarning hayotiga qo'yilgan. Bitta ularning ichiga nima tug'ilmagan, ular qovg'a burji suv tug'ilmagan, lekin Surxondaryo, Qashqadaryo bor narsa. U farzand qachon tug'iladi? Iso alayhisalomni ikkita farzand bo'ladi degan o'sha mana haqqimga, keyin bir ayolning fitnasi haqqiga. Bir ayolning fitnasi bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, mana o'zimdan keyin eng katta fitnani, ayol fitnasini qoldiraman deganlar. Ana shu fitna turibdi bu yerga. Ana shu ayol haqida gap ketyapti. U bizlar yoshimiz qarigan bo'lsa ham hali birimizga Alloh yetkazmagan. U Iso alayhisalomning osmondan tushib keladi degani sanlarni qaysi e'tiqodda, Shia e'tiqodidan hammasini yomonlaysan. Sani e'tiqodingga ham kerak, sana shunaqa xatoliklar bor. Sani e'tiqodingga ham aytilgan Iso alayhisalom osmonga chiqib ketgan, o'ldirganimiz yo'q, boshqa kerak bo'lsa itda qilib qoqilgan Iso alayhisalom ham qochga qoqilgan u. Allohim nimani tashlab qo'yding degan u. O'xshatildi, balo qilindi deysanlar. Har bir jon o'lim nafsini totguvchidir deyilgan. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Merojga chiqqanlarga men uni ikkinchi osmonga ko'rdim deganlar. Ikkinchi osmonga nima qiladi? U jannatga desa. Jannat u yerga ruhiy holatga bo'lamiz osmonga. Ruh tushiriladi, ruh Alloh oldiga boradi, o'zimizga ko'tarilib oldik deganing. Azobni tortadi, hamma tortgan, hamma payg'ambarlar tortgan. Yunus alayhisalom baliqcha itda xor bo'lib tashlab ketganlar uchun baliqcha qolib ketganlar. Boshqa payg'ambarlar ham xor bo'lgan. Bitta kishi ergashmadi, o'zing aytdirasan, Lut alayhisalomni ketdan hech ergashmadi hech kim. Qizlar ergashdi, hatto xotini ham o'shalarga bo'lib ketdi deb. Inshaalloh Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qancha ummat orqasiga ergashgan, o'ng tomoniga qaradi deyarli, chap tomonga qara ummatlarini ko'rgan. O'sha kimdi? O'sha mana shu yer ahli bu. Inshaalloh yer islomga kirish kerak bu. Mun davri keldi. Ana Abdulla domillang ham inshaalloh so'zini aytmaydi. Alloh xohlasa, Alloh bilguvchiroq so'zini aytmagan, bironta qiyomat alomatlarini gapirgan, xuddi bada ko'rganday gapiradi. Asan bir Alloh xohlasadi, Alloh taoloning makkor ismi bor, Alloh taoloning mehribon va rahimli ismi bor. U Alloh taolo inshaalloh yer ahlini rizqimizni berguvchi, rizqlantiruvchi bizlarda. Unday bo'ladi, bunday bo'ladi deysan, to'g'ri, din qo'rqituvchi narsa, lekin inshaalloh mana bu narsalarni yig'ishtirish kerak, mana bu sassiq narsalarni. Hozir mana bu YouTube'ga bitta video qo'ysam ketimdan yurasanlar, lekin mana bu karta-parta o'yinlarni itam surishtirmayapti. Kim mana surishtiradi? Kim mana lankaxonalarini yig'ishtiradi? Kim bu aroq sigaretlarini yopadi? Hech qaysini yopa olmaysan. Tokan Amerikani, Amerika shalava pizdayni og'zini yopmagancha, uni og'zini yopish qanaqa bo'ladi? Mana orqali bo'ladi inshaalloh. Mana chiqdi deysan qiyomat soati degani, mana shu osmondan tushmaydi hech kim. Osmondan hozir mana bunaqa texnikalar bilan tushishi mumkin, samolyot, pamlat. Ko'p bo'lmasa ham farishtalarni kelib taralka bilan borishi mumkin. Yo bir ko'p mo'jiza ko'rsatsa, men tanamni qanaqadir yo'llar bilan olib Alloh yetkazish mumkin o'sha ahli kitoblarga. Otamizdir Rossiya haqqi bor. Qishloq mol boqarlari bor, katta shaharlarga imorat qurishga bir-biridan kim o'zargan musobaqa qiladi deylar. Rossiyalandish kuli bilan nomlanadilar degan mamlakat, ishlar mamlakati. Yedigan bir ayolni fitnasida turgan ayol bilan shuhratli mamlakatlar bo'ladi. Shuhrat znamesni slava bo'ladi. Qachon slava Alloh asla Boga deydi ular, ya'ni alhamdulillah robbil alamin degan so'z mana shu yerdan arabchasiga endi arab tiliga gapirasanmi, murojaating shu hamd o'zagi mana shu yerdan keladi. Yangi rabota qulatangman, rabochi oshqil xaltura xoldor yishon deganingman. Bu yangi poshshoni 3 ta balasi deysan, u hadisga mana shunga to'g'ri keladi. Ya'ni Ukraina, Rossiya mana shu urushlar bo'lyapti hozir bu.
Rossiya Ukrainaning manki Chechen pechening buncha tatar-patar musulmonlaring bu tarafga ham Ukraina tarafga ham musulmonlar bu Chechendan azob nima bo'lib ketgan, vayron bo'lgan, qochib ketgan musulmonlar urush qilibdi. Baqa qarab ikki tarafga ham musulmon bir-birini o'lgan nima uchun o'lganini bildirmayapti, u bilmayapti, o'ldirgan nima uchun o'lganini bilmayapti. Xuddi o'sha oyatda kelgan narsalar bo'libdi. Sanga hamma yer ahli Falastinda vayron bo'lish kerak. O'shani kitobsanlarmi? Jihad qilaman. Mana jihodchilar zo'rdu, vaqa qilasan. O'zing kerak desa ayttirsan, mana sulhlar tuzilgan deb. Sulhlar tuzish kerakmi? Kofirlar bilan tuzish kerak deb o'zing nima yana ana uni mana Tabuk g'azotda mana uni mana yangi borgan har nimalari bor-ku, yangi borarlar yangiga Makkaga ziyoratga boradigan bo'ladilar, haj qilib yo'ldan qaytarlar o'sha bir nima Tabuk g'azotda otlari o'shanga keyin yana qaytganlarni hamma gapirasan sanlar. Kofirlar bilan bitim tuzildi, unaqa. Mana shunday bo'ladi. Yer ahli kofir ham, mana bu yerdagi chiyon ham, ilon ham, bo'ri ham Allohning bandasi bu. Sher ham hamma yoqda g'ajilayotganlar ham. Mana bu it ham hurayotgan it ham. Yangi aytgan Imom Mahdi it nimasidan bo'ladi? Veliki Pyos degan yangi nimachilaring ham, bashoratchilaring ham. Qachonki Rossiya bilan biz katta davlat bo'lsak, birlashsak, keyin Yevropani ham majburlasa bo'ladi, Amerikani ham majburlasa bo'ladi islomga. Hozir nima qilasan? Hech narsa qila olmaysan. U islom O'rta Osiyoni ham vayron qilasan hozir. Baqa qilganlaring. Shuning uchun menga bo'ysun, tezroq menga birikkin, meni videolarimni tarqatgin. Mana shu sanlarga yangi murojaat deysanmi, sanlarga buyruq deysanmi? Boshqa hech narsa yo'q. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.